Assalomu alaykum, qadrli talabalar. Bugungi mavzuimiz egzogen zaharlanishlar mavzusi hisoblanadi. Egzogen zaharlanishlar organizmga tashqi muhitdan turli kimyoviy moddalar, dorilar, gazlar yoki boshqa toksik agentlarning kirishi natijasida yuzaga keladigan patologik holat bo'lib, ular metabolik, fermentativ va retseptor darajadagi o'zgarishlarga olib keladi. Zaharlanish og'irlik darajasiga ko'ra yengil, o'rta va og'ir shakllarga bo'linadi. O'tkir zaharlanishlarning klassifikatsiyasi. Zaharli moddalarning qo'llanilish sohasiga qarab klassifikatsiyasi. Sanoatdagi zaharli moddalar ishlab chiqarishda qo'llaniladigan moddalar hisoblanadi. Qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan yadoximikatlar, dori vositalari bilan zaharlanishlar, maishiy xizmatlar, biologik o'simlik va hayvon zaharlari, jangovar zaharlovchi moddalar bilan zaharlanish. Sanoatdagi zaharli moddalarga turli xil erituvchilar, toluol, benzol kabi vositalar, bo'yoqlar, anilin kabi vositalar misol bo'lsa, qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan yadoximikatlarga xlororganik, fosfororganik birikmalar, ya'ni insektitsidlar, pestitsidlar kabi qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan vositalar kiradi. Dori vositalari bilan zaharlanishlar bu qanday bo'ladi? Bu bir termin bor tibbiyotda, termin emas, bir ta'rif bor, ya'ni har qanday modda zaharli, faqat bu dozaga bog'liq ravishda. Ya'ni har qanday dorivor moddalarni ham dozasini noto'g'ri tayinlaydigan bo'lsak, bu zaharlanish holatiga olib kelishi mumkin ekanligini belgilaydi. Masalan, yurak glikozidlari bilan zaharlanish, neyroleptik dori vositalari bilan zaharlanish, narkotik preparatlar bilan zaharlanish, beta blokatorlar bilan zaharlanish, turli xil. Masalan, parasetamol, to'g'rimi? Gepatotoksik ta'siri bor. Agar surunkali ravishda katta dozada iste'mol qiladigan bo'lsa, gepatotoksik ta'siri bo'lishi mumkin. Yoki ftivazid, tubazid kabi sil kasalligida, tuberkulyozda ishlatiladigan dori vositalari bor. Bular ham zaharli modda sifatida ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Maishiy xizmatlar natijasida zaharlanish, ya'ni maishiy qo'llaniladigan, kundalik turmushda qo'llaniladigan vositalar bilan zaharlanish. Bunga nimalar misol bo'ladi? Bunga oddiy uksus kislotadan zaharlanish, ya'ni sirka kislotasidan zaharlanish misol bo'ladi. Bu turmush tarzida doimiy ishlatiladigan ovqat qo'shimchalari yoki tozalash vositalari bilan zaharlanishlar misol bo'ladi. Biologik o'simlik va hayvon zaharlari, ilon chaqishi, chayon chaqishi, qora qurt chaqishi, bundan tashqari o'sha zamburug'lar bilan zaharlanish, har xil o'simliklar, masalan, bangi devona bilan zaharlanish kabilar biologik o'simlik va hayvon zaharlariga misol bo'ladi. Jangovar zaharlovchi moddalar bilan zaharlanish, bunga fosgen, zarin, zoman kabi harbiy kimyoviy qurollar sifatida ishlatiladigan moddalar misol bo'lishi mumkin. Zaharlarning sababi va sodir bo'lgan joyiga qarab klassifikatsiyasi. Bu tasodifan zaharlanishlar, ishlab chiqarishda yuzaga keladigan va maishiy zaharlanishlar misol bo'lishi mumkin. Bu o'z-o'zini davolash natijasida, dori vositalarining miqdorini oshishi natijasida, alkogol yoki narkotik moddalarni zaharlanish holatlari tasodifan zaharlanishlarga va tibbiy xatoliklar natijasida zaharlanishlar ham aynan tasodifiy zaharlanishlarga misol bo'ladi. Oldindan rejalashtirilgan zaharlanishlar, bu kriminal zaharlanishlar, bu birovni o'ldirish maqsadida va kuchsizlantirish maqsadida va o'z joniga qasd qilish maqsadida ishlatiladigan zaharlanish holatlari kuzatiladi, hisoblanadi. Demak, zahar moddalarining organizmga kirishiga qarab quyidagi turlari farqlanadi. Bu zahar moddalari organizmga kirishiga qarab peroral, ingalyatsion, teri orqali, inyektsion
va zaharli moddalarning to'g'ri ichakka va quloqqa tushishi natijasida zaharlanish. Mana bu jadvalda ba'zi moddalarning o'sha organ va sistemalarga ta'sir qiluvchi moddalar berilgan. Kardiotoksik ta'sir ko'rsatuvchi vositalar bu yurakda o'tkazuvchanlik va ritmning buzilishi, miokardda toksik distrofiyaning yuzaga kelish holatlariga olib keladi. Yurak glikozidlari, masalan, digitalis, digoksin, lantazid kabi vositalar, antidepressantlar, o'simlik zaharlari, hayvon zaharlari va tuzlar, bariyli, kaliyli tuzlar sabab bo'lishi mumkin. Nervlarga ta'sir qiluvchi zaharli moddalar, bular neyrotoksik ta'sir, psixik faollikning buzilishi, toksik koma, toksik giperkineziya va paralishlarga olib keluvchi vositalar. Bular psixofarmakologik dori vositalari, narkotiklar, trankvilizatorlar, sedativ dori vositalari, neyroleptiklar kabilar, fosfor-organik birikmalar, izoniazid birikmalari, ya'ni bu yuqorida aytgandek tubazid, ftivazid kabi vositalar, alkogol va uning surrogatlari va is gazidan zaharlanish holatlari misol bo'ladi. Buyrakka ta'sir qiluvchi zaharli moddalar bu nefrotoksik ta'sir, toksik nefropatiyalar, og'ir metall birikmalari, etilin glikol, shavel kislotasi. Jigarga ta'sir qiluvchi zaharli moddalar, gepatotoksik ta'sir, toksik gepatopatiyalar, xlorlangan uglevodorodlar, dixloroetan, zaharli zamburug'lar, oq poganka, fenollar va aldegidlar. Qonga ta'sir qiluvchi zaharli moddalar bu gematotoksik ta'sir, gemoliz, metgemoglobinemia, anilin va uning birikmalari, nitratlar, mishiak vodorodi kabilardan zaharlanish misol bo'ladi. Oshqozon ichakka ta'sir qiluvchi zaharli moddalar, gastroenterotoksik ta'sir, ya'ni toksik gastroenteritga olib keluvchi vositalar bular. O'tkir kislota va ishqorlar, og'ir metall birikmalari va mishiak misol bo'ladi. O'pkaga ta'sir qiluvchi zaharli moddalar, pulmonotoksik ta'sir ko'rsatuvchi toksik shish va o'pka fibrozini yuzaga keltiradigan parakvat, fosgen kabi vositalar misol bo'ladi. Klinik ketishiga qarab, o'tkir va surunkali zaharlanishlar farqlanadi. Klinik belgilar namoyon bo'lishiga qarab, yengil, o'rta, og'ir, o'ta og'ir va o'lim bilan tugaydigan zaharlanishlar darajalari farqlanadi. Zaharlanish kimyoviy strukturasiga ko'ra zaharlanishning nazariy turlari ham mavjud. Masalan, misol uchun metil spirti bilan zaharlanish, mishiak yoki is gazidan zaharlanish kabi klassifikatsiyasi ham bor. Toksik moddalar organizmga kirgandan keyin ularning biologik va kimyoviy ta'siri organizmning metabolizmini, fermentativ faolligini buzadi. Hujayralar nekroziga olib keladi. Zaharlanishlarning umumiy diagnostik usullari: klinik diagnostik usullar, laborator usullar va instrumental tekshirish usullari. Klinik diagnostik usullarga nimalar kiradi? Bu anamnez yig'ish, so'rab surishtirish, voqea joyini o'sha olingan o'sha voqea joyida ko'rilgan narsalarni so'rab surishtirish. Bundan tashqari bemorni habitusi, tashqi ko'rinishi, shilliq qavatlarning, terining nima deydi, rangi va undagi bo'lgan o'zgarishlarni ko'rish kabilar klinik diagnostik usullarga kiradi. Laborator usullarga bo'lsa, bu turli xil qondan yoki siydikdan olinib tekshirib ko'riladigan usullar misol bo'ladi. Masalan, qon plazmasida yoki qon plazmasida yoki siydikda yoki likvor suyuqligini tekshirish, o'sha ma'lum bir zaharli moddalar uchun tekshirib ko'rish, qusuq massalarini tekshirib ko'rish, axlatni tekshirib ko'rish kabi laborator usullarda amalga oshiriladi. Instrumental tekshirish usullaridan exoensefalografiya, elektroensefalografiya, elektrokardiografiya, MRT, MSKT kabi usullar ham kerak bo'lganda qo'llaniladi. Ichki organlar UZIsi, ko'krak qafasining rentgenografiyasi kabilar bu yerda zaharlanishlarning umumiy diagnostik usullariga kiradi.
O'tkir zaharlanishlarda davolashning umumiy tamoyillari. Birinchisi, zaharli moddaning organizmga ta'sirini to'xtatish. Misol uchun, bu turli xil dori vositalaridan zaharlangan paytda me'dani yuvish, ya'ni oshqozonni yuvish yoki is gazidan zaharlangan odamni o'sha is gazi yig'ilib qolgan joydan olib chiqish kabilar o'sha zaharli moddaning organizmga ta'sirini to'xtatishga misol bo'ladi. Zaharli moddaning zararli ta'siridan organizmni himoyalash. Bu, masalan, oshqozonni me'daga o'sha so'rilishini kamaytirish maqsadida har xil qoplovchi, masalan, almagelga o'xshagan qoplovchilarni va adsorbentlarni, masalan, aktivlangan ko'mir iste'mol qilish orqali o'sha organizmni zaharli moddani zararli ta'siridan himoyalash kuzatiladi, amalga oshiriladi. Zararlangan organ va tizimlarni hayotchanligini himoyalash. Zarurat bo'lsa, ular funksiyasini vaqtinchalik sun'iy boshqarish. Bu simptomatik davo o'sha qaysi modda qaysi organlar va sistemalarni zararlashiga qarab turib, ularga yo'naltirilgan davolar. Masalan, gepatotoksik dori vositalari bo'ladigan bo'lsa, gepatoprotektorlardan foydalanish, masalan, yurak lyukozitlari bilan zaharlangan paytda, yurakni ish faoliyatini kuchaytiruvchi kardiotoniklardan foydalanish, masalan, fosfor organik birikmalar bilan zararlangan paytda o'sha ularni xolinesteroza fermentini ingibirlashini hisobiga ta'sirini kamaytirish uchun atropinizatsiya qilish kabi ta'sirlar kiradi va bundan tashqari zaharli moddalar o'sha zararli ta'sirini organizmni himoyalashda aytdikki, me'daniga o'sha qoplovchilar berish, adsorbentlar berish boshqalar. Bunga antidot terapiya ham kiradi. Spetsifik antidot terapiya aynan mana shu usullardan biriga kiradi. Faol detoksikatsiya, organizm buzilgan funksiyani korreksiyalash, simptomatik davo chora-tadbirlari ham davolashning umumiy tamoyillariga kiradi. Alkogol va surrogatlardan zaharlanish mavzusi bu alkogol va uning surrogatlari, masalan, 1 atomli, 2 atomli, 3 atomli spirtlar bilan ham zaharlanish bu alkogol va uning surrogatlaridan zaharlanishga kiradi. Bu zaharlanish og'ir klinik holatlardan bo'lib, markaziy asab tizimi, yurak-qon tomiri va nafas tizimlariga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu zaharlanishlar etanol va uning o'rnini bosuvchi toksik moddalar keltirib chiqaradi. Bunda ta'sir mexanizmi qanday bo'ladi? Etanolni toksik ta'siri miya neyronlarida GABA retseptorlariga ta'sir ko'rsatadi va gamma-aminomoy kislota retseptorlarini faollashtiradi va markaziy asab tizimining depressiyasiga olib keladi. Alkogol organizmda 2 xil fazali yo'l bilan metabolizmga uchraydi. Birinchisi rezorbsiya fazasi, bu so'rilish fazasi ham deyiladi. 20% oshqozonda, 80% ingichka ichakda so'riladi va 1,5 soat ichida qonda maksimal konsentratsiyaga yetadi. Eliminatsiya, ya'ni chiqarib yuborish fazasi bu etanolning asosiy qismi jigarda alkogol degidrogenaza fermenti orqali asetaldegidga aylanadi. Bu esa keyinchalik sirka kislotasi va suvga parchalanadi. Kichik qismi o'pka va buyraklar orqali chiqarib yuboriladi. Alkogoldan zaharlanish mastlik darajasi bo'yicha quyidagi turlarga bo'linadi: yengil, o'rtacha, og'ir mastlik va o'ta og'ir holat. Demak, mastlik holati euforiya, xatti-harakat buzilishi, reflekslarning pasayish holatlari kuzatilsa, bu yengil mastlik. Bunga muvozanat va nutq buzilishi, hushyorlikning pasayishi qo'shiladigan bo'lsa, o'rtacha mastlik. Chuqur uyqu holati, nafas markazining depressiyasi, koma holatlari kuzatiladigan bo'lsa, og'ir mastlik holati kuzatiladi. Qonda 550 promildan yuqori alkogol darajasi nafas yetishmovchiligi, yurak ritmi buzilishi va o'limga olib kelishi mumkin hisoblanadi. Davolash tamoyillari: dastlabki bosqichda oshqozonni yuvish foydali hisoblanadi.
keyinchalik u ingichka ichakka o'tib ketadigan bo'lsa, keyin oshqozonni yuvgandan foyda yo'q. Shuning uchun dastlabki bosqichlarda oshqozonni yuvish kerak bo'ladi. Infuzion terapiya, fiziologik eritmalar, glyukoza, B1 vitamini, ya'ni tiamin dan foydalanish, nafas va yurak-qon tomir tizimini qo'llab-quvvatlash, intubatsiya qilish zarur bo'lganda va o'pka sun'iy ventilyatsiyasini qo'llash mumkin bo'ladi. Gipotermiyaga qarshi choralar bu bemorlarni isitish talab qilinadi. Alkogol surrogatlaridan zaharlanish bu etanol o'rniga metanol, etilenglikol, izopropanol va boshqa toksik moddalardan zaharlanish holatlari kuzatilishi mumkin. Ularning toksik ta'siri metabolizm natijasida hosil bo'ladigan mahsulotlar bilan bog'liq bo'ladi. Umuman olganda, alkogol surrogatlaridan zaharlanishni o'sha diagnostika va davolash prinsiplari alkogoldan zaharlanishga o'xshaydi. Metanol, etilenglikol kabi zaharli vositalarni antidoti etanol hisoblanadi. Bu metanolni, etilenglikkolni metabolizmini sekinlashtirish orqali organizmga yordam beradi.